Hurmatli chakana savdo do'konlarini boshqaruvchilari yoki o'sha chakana savdo do'konlari egalari. Mana sizlarning magazininglarda, o'sha do'koninglarda polkalar bor. O'sha polkani har bir santimetr kerak bo'lsa, sizga o'sha ma'lum miqdorda pul, foyda olib kelishini bilarmidingiz? Mahsulotlarning hammasi ham nima deydi, strategik muhim ahamiyatga ega bo'lavermaydi. 2, 3, 4, 5 darajali mahsulotlar ham juda ham ko'p. Shunaqa tovarlarni impulsli tovarlar gruppasi deyiladi o'zi bu tovarlarga. Ya'ni u qaysiki o'sha polkaga chiroyli qilib taxlab qo'yilsa, kirgan xaridorlar o'sha polkalarni ko'rgandan keyin, "Mana bu narsa bor ekan, mana shuni qidiryotgandim yoki shu narsa kerak edi" deb sotib oladigan tovarlar. Mana shunaqa tovarlarni gruppasi bor. Lekin o'sha strategik muhim bo'lgan tovarlar bo'lsa, bu juda ham kam. Biz o'tgan yili bitta tadqiqot o'tkazganmiz. Mana shu o'yinchoq brendini, o'yinchoq ishlab chiqaruvchining o'sha zakazi bo'yicha shu do'konlarni o'rganganimizda ko'p do'konlarda masalan kirsak o'sha o'yinchoqga polkadan ajratilgan joylar juda ham kam bo'lardi-da. Biz o'shani so'radik, nimaga joy? Desa, endi joy yo'q, joy kam, boshqa narsalar ham turish kerak. Bu degan xullas har xil mana shunaqa vajlarni keltirishardi o'sha sotuvchilar. Lekin masalan o'sha shampunlarni agar polkasini qaraydigan bo'lsak, bir eng kichkina do'konlarda ham 2 metr, 3 metr, 4 metrlab bo'lgan polkalarga o'sha shampunlar taxlangan bo'ladi. Keyin biz o'sha do'konchilardan, o'sha kichkina o'sha mahalladagi mini market do'konlardan so'rayapmizda, shampun masalan mana shu taxlab qo'ygan 3-4 metrga taxlab qo'ygan shampunlardan bir kunda nechta sotasizlar yoki necha pullik sotasizlar deb so'raganimizda, bir kunda bitta shampun yo sotamiz yo sotmaymiz deyishgan. Endi taxminan masalan 30 mingdan 50 minggacha deb o'rta hisobda oladigan bo'lsak, masalan 50 ming deylik, mayli 50 minglik shampun sotishar ekan. Keyin yana встречный savol berdik. O'yinchoqdanchi desak, kuniga 100, 200, 500 minglik ham sotib qo'yishimiz mumkin degan javoblarni olganmiz. Masalan, o'sha katta supermarketlarni ham oladigan bo'lsak, o'sha korzinka bo'ladimi, boshqa bo'ladimi? Agar yaxshilab o'rgansanglar, misol uchun bir chorak gektarlik savdo zaliga ega bo'lgan o'sha supermarketlar ichida ham aynan o'sha shampunlar unaqa ko'p joyga taxlangan bo'lmaydi. O'sha mahalladagi mini marketchalik joy ajratiladi. Shu aytgan 3-4 metrdir, balki 2 baravar ko'pdir endi. Hammasi har xil masalan. Unaqa juda bir o'sha chorak gektarlik anaqaniga mos qilib bir 20 metr, 30 metrligi taxlanmaydi. Masalan 40-50 metrligi taxlanmaydi. Polkani agar har bir metrajni oladigan bo'lsak, ya'ni u yerda nimaga shunaqa, u yerda ishlanadi, u yerda supermarketni har bir santimetri pul olib kelinishini bilishadi. Lekin o'sha chakana savdo do'konlarni yuritadiganlar, ularni qanaqadir opti, bilimi kamroq bo'lgancha, har bir santimetr pul keltirilishini ular alohida bir analiz qilib ko'rishmagan, bu to'g'risida o'ylab ham ko'rishmagan. O'shaning uchun o'sha firmalardan kelib kim qanaqa taxlasa, o'shanaqa taxlaydi, keyin qolganiga joy yetmadi deb o'tiraverishadi. O'sha shampunni o'sha distribyutorlari, o'sha savdo vakili, merchandizerlar kelib, ular maksimalni ko'proq joyga taxlashga harakat qiladi. Chunki ularga shunaqa o'rgatilgan, qancha ko'proq joyga taxlasang, shuncha ko'p savdo bo'ladi deb ular o'zini foydasini ko'zlashadi. Lekin chakana savdo do'konlari menimcha agar har bitta kelgan o'sha firmani uni foydasi, buni foydasi hammani ko'ngliga qarasa, unda o'zlarining do'konligi yurmay qoladi. O'shaning uchun menimcha bu to'g'ri ham bo'ladi, mantiqan to'g'ri bo'ladi. Qanchalik ko'p pul olib kelayotgan tovarni shunchalik polkadan nima deydi? Shunchalik ko'p bermasa ham qanaqadir nisbatan ko'proq joy berish kerak deb hisoblayman, masalan. Ana o'shanda menimcha to'g'ri bo'ladi. Bu videodan keyin menimcha o'sha shampun ishlab chiqaradigan yoki shampun distributsiyasi bilan shug'ullanadigan kompaniyalar meni yomon ko'rib, nima deydi, otgani o'qi ham qolmasa kerak menimcha. Men uzr so'rayman, endi misol qilib tushuntirganim uchun avvalambor, meni misol uchun hech qanaqa unaqa adovatim yo'q. Shu shampun ishlab chiqaradiganlar, shampun distributsiyasi bilan shug'ullanadiganlar, o'shaning uchun nima deydi, qanaqadir aybimni yuvish uchun ularga bitta ideya aytmoqchiman. Mana shu ko'p reklamalarni ko'ramiz yoki boshqa nimalarni ko'ramiz, shampunlarni o'ziga yozib qo'yilgan bo'ladi. Bu unaqa sochli uchun, bunaqa sochli uchun deyishadi-yu, lekin bitta nisha bor.
nima deydi, bo'mbo'sh desa ham bo'ladi. U endi men Yevropada ko'rdim buni, bu nishani ham o'sha band qilishgan ekan, lekin bizda O'zbekiston bozorida bo'mbo'sh, ya'ni kimlar uchun? Kalla uchun qo'pol qilib aytganda yoki o'sha sochi to'kilib, siyrak bo'lib qolgan odamlar uchun. Misol uchun ko'plar o'ylaydi, o'sha sochi to'kilgan, sochi kamroq odamlar shampun ishlatmaydi deb o'ylashadi. Lekin men shaxsan kulgili bo'lsa ham aytaman, umuman sochi yo'q, taqir kalla ham boshini shampunda havas uchun ham yuvish yaxshi ko'rishadi. Misol uchun bu yerda bekitadigan joyi yo'q, bu yerda uyaladigan joyi ham yo'q. Meni ham sochim to'kilib, siyraklashib qolgan, yoshimiz ham kichkina emas har holda, lekin men ham shampunni ham o'sha tanlab kerak bo'lsa uncha shampunlarga yuvmayman. Juda ham bir reklamasi kuchli bo'lgan, eng o'sha bio, o'sha nima deydi, shu to'kilayotgan sochlarni saqlab qoladigan darajadagi shunaqa effekt bergan shampunlarga yuvaman masalan shaxsan men ham. O'shaning uchun nima idea bermoqchiman, o'sha qo'pol qilib aytganda kalla uchun qanaqadir bitta shampunni chiqarib, aynan o'sha siyrak, o'ta siyrak to'kilib kam qolayotgan sochlar uchun deb ham bitta shampun chiqarib qo'yishsin, shunaqa reklamalar olishsin, kreativniy reklama. Misol uchun tasavvur qiling, shampun reklamalarida 100% hammasi sochi uzun, sochi qalin odamlar boshini yuvyapti. Misol uchun sochi yo'q, sochi juda ham siyrak yoki tepakal odam rosa bir sochini o'sha shampunda yuvib reklama qilsa, mana bu shampun zo'r desa, endi uni misol uchun sochi borlar tak olishi mumkin. Bu siyrak sochlarni ham ushlab qolsa, meni ham sochimga foyda deyishi mumkin, lekin bu yoqda qancha auditoriya bor, o'sha sochi to'kilgan odamlar ham, sochi kam qolgan odamlar ham juda ham ko'pchilikni tashkil qiladi. Ana o'sha nishaga bemalol o'sha mahsulotini sotsa bo'ladi. Balki bordir, qaysidir qanaqadir shampunlar shu xususiyati bordir, lekin ular aynan shu tomondan o'zlarini pozitsionerlik qilishmaydi-da. Shu to'kilayotgan, shu kam qolgan sochlarni qutqarib qoladigan shampun degan pozitsiyadan turib, shu o'zlarining mahsulotlarini reklama qilishganini men ko'rmadim. Mana shu pozitsiyadan reklama qilsa, menimcha ham roliklar ham kreativniy chiqadi, ham pustoy, nima deydi, nisha, svobodniy, juda ham bemalol sotsa bo'ladi, konkurensiya yo'q desa ham bo'ladi hisobi. Endi uni misol uchun nima deydi, sochi bor odamlar ham yana ham ko'proq olish yana ham ehtimoli bor-da. Bu shu to'kilayotgan sochlarni hattoki saqlab qoladigan darajada zo'r bo'lsa, undan men ham yuvaman deb u auditoriya ham olish turgan gap. Mana shu ideyani bermoqchi edim.